Doktor, anchadan beri ichim qotadi. Qaysi mahsulotlarni kunlik ratsionimda doimiy iste'mol qilishimni tavsiya bera olasiz? Siz kunlik ratsioningizdagi mahsulotlarni sanang, men ajratib beraman. Oq non, Mumkin emas. tuzlangan karam, Mumkin. grechka, Mumkin. kolbasa, sosiskalar, Mumkin emas. lavlagi, Mumkin. tvorog, Kerak emas. guruch, Mumkin emas. quyuq qilib damlangan choy, Mumkin emas. kakao, Mumkin. suv, Mumkin. banan, Mumkin. chiya urug'i, Mumkin. suxoy nonushta, Mumkin emas. avokado, Mana bu mumkin. qovoq, Bu ham mumkin. selderi, Bu ham mumkin. makaron, Bu mumkin emas. pitsa, Mumkin emas. tuxum oqi. Mumkin. Sizda ham ich qochish muammosi bormi? Kommentariyada yozib qoldiring. Agar ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, o'zingiz uchun saqlab, yaqinlarga ham yuborib qo'ying.